Qishloqdagi qizlar bugun shu yerni tozalaydi, chayon, mayda ilon chiqib qolishini hisobga olib, perchatka kiyib oldim. O'zi perchatka bilan ish qilish juda ham noqulay menga, lekin xavfsizlik uchun majburman. Birinchi ortiqcha narsalarni olib, tozalab tashladim, keyin astoydil o't yulishga tushdim. Menga ko'pchilik aynan o't yulish videoim orqali qo'shilgan, ko'chada yursam ham hatto bu haqda aytishadi. Shunga o'sha rubrikani sog'inganlar uchun deb bir video qilib qoldim. 9 gacha uyda ish qilib, keyin Paxtabodga bozorlikka borib kelishim kerak, chunki bugun Qirg'izistondan mehmonlar kelib qolishi mumkin ekan. Shunaqa xabar keldi. O'zing uchun kunli reja tuzasan-u, atrofdagilar uni buzib qo'yish yomonda. Ha, mayli, yozilgani bo'ladi. Ishimni nihoyalashimga oz qolganida bitta chayon chiqib qoldi. Qo'rqib ketib, qo'limdagi o'roq bilan bir solganidim, dumi uzilib, tepa tarafi yugurib, kavakka kirib ketib qoldi. Alamini olgani qaytib chiqmasin deb ishni shu yerda to'xtatdim. Haytgancha bilganlar yozvoringlar. Chayonda dumi uzilsa-yu, bu yog'i tirik qolsa, qayta dumi o'sib chiqadi. To'g'risini aytsam, undan juda ham qo'rqaman. Qo'rqqaning boshingga deganidek, deyarli har kun uydan chiqadi. Ba'zan ikkitalab ham chiqib qoladi, lekin Allohga shukrki, chaqmaydi. Shu bilan ishimni tugatdim. Quyosh kelib qolib, mayda o'tlari qolib ketdi. Keyinroq yig'ishtiraman endi natijaga baho beringlar. Xolodilnigimiz bo'shab qolganidan foydalanib, bugun astoydil bo'lib yuvib tozalab oldim. Xolodilnikni sababsiz ochib yopaverish odati faqat menda bor desam, Hadichaga ham o'tgan ekan. Zerikib qolsa ham ochaveradi, aylanib ham, o'rgilib ham ochib ko'radi. Shunga juda ham tez kir bo'ladi. Ertaga 13-avgust Hadichaning tug'ilgan kuni. Bu kunda uyda bo'lmaymiz. Hadichani ko'chada aylantirib, o'ynatib, xaridlar qilib yuramiz dovdim, lekin ko'ryapsizlar, issiq havo hali ham qaytmadi. Shunga uyda bo'lishga qaror qildim. Gemoglobinim tushib ketganiga bir haftadirki ishga qo'lim bormayotdi, lekin qizimni tarixiga, go'zal kunlarini esda qolarli holatda muhrlash uchun yotishga haqqim yo'qligini o'zimga ta'kidladim. Bugun hamma joyda yig'ishtirib, kirlarni yuvib, tozalab olsam, ertaga pishir kuydir bilan band bo'laman. Hovli uyda yashasangiz agar, bemor bo'lib bir kun yotib qolsangiz, hamma yoq rasvo bo'ladi. Ish ko'p, lekin yaxshi tarafi, ya'ni menga yoqadigan tarafi, bitta katta xonani omborxona qilib, hamma oshchi narsalarni o'sha yerga joylab qo'ysangiz, o'tiradigan xonangiz bo'sh va keng turadi. Domda yashashni ham ba'zan xohlayman-u, lekin hovlida, ayniqsa qishloqda yashash baribir boshqacha. Mehmon kelsa ham yotib qolish uchun xonalar ko'p bo'ladi. Shu bilan xolodilnigimni ham artib tozalab oldim. Endi navbatdagi ishga o'tsam ham bo'ladi. Qishloqdagi qizlardan tongi rubrika bo'lsin, demak ketdik. 2-3 kundan beri uxlab qolib 8 da turayotgan edim. Bugun insof berib 5 da turdim. Quyosh endi chiqaman deb turgan ekan, tezdagina eshiklarni tozalab oldim. Bugungi videoda sizlarga blog yuritishimni boshidagi ba'zi narsalarni aytib bermoqchiman. Auditoriyamdagilar soni 10 mingtaga ham yetmagan paytda rosa ko'p o'ylar edim, katta bloger bo'lib ketsam. Qarindoshlar, qishloqdagilar qanaqa qabul qilarkin deb bilasizlar, ko'pchilik internetga chiqqan ayollarni yaxshi deb hisoblamaydi. Men haqimda ham shunaqa o'ylashsachi deb yurgan paytlarim, birdaniga 1-2 videoim to'pga chiqib ketib qolib, katta tezlikda auditoriya kelgan. Orasida meni butun qarindoshlarim, qishloqdagilar bor edi, lekin 1-2 yaqinlarimdan tashqari hamma chiroyli qabul qilgan va hatto bunaqa talenting ham bormi deb hayron qolishgan. Mendagi videolar asosan uborka, qishloq hayoti bo'lgani uchun, ya'ni ochiq sochiqlikdan, bema'ni harakatlardan yiroqda bo'lgani uchun vaqt o'tib o'sha 1-2 salbiy fikrdagi yaqinlarim ham tushunib, poddeshka bera boshlagan. Bu narsalarni aytganim sababi menga yangi yo'nalish qo'shilyapti. Bu yo'nalishim ko'pchilikka go'zal namuna bo'ladi deb umid qilaman. Internetga chiqishimdan asosiy maqsadim shu, boshqalarga chiroyli o'rnak bo'lish. Yangi yo'nalishim haqidagi videolarda keyingi reelslarda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. So'rini remont qilganimda ushbu eshik kraskalanmay qolib ketgan edi. Bugun shuni nihoyalab qo'ydim. Birinchi yaxshilab artib tozaladim, keyin kraska qildim. Har bir farzandni, xoh o'g'il bo'lsin, xoh qiz, eng katta orzularidan biri ota-onasini haj va umra safariga yuborish, to'g'rimi? Anchadan beri ishonchli va qonuniy faoliyat yuritadigan tur firma izlayotgan edim va nihoyat topdim. Ixlos Travel bizga 14 kunlik unutilmas umra safarini taklif qilyapti. Narxlar $850 boshlanadi va uni ichiga aviabilet, borish-kelish, 3 mahal ovqat, tajribali 50 boshlar, umra vizasi, undan tashqari ziyoratchilar uchun kamzul, bejik va sumkalar, ayollar uchun ro'mol,
Har bir ziyoratchiga 5 litrdan zamzam suvi va boshqa hadyalar beriladi. Mehmonxonalar Makkada 3 kun qolinadi. Masjidul Nabaviydan 70 metr uzoqlikda, Makkada 11 kun qolinadi. Masjidul Haramdan 800 metr masofada joylashgan. Bonus ekskursiyalar Madina shahrida Qubo Qiblatayn masjidi, Uhud tog'i, Qur'on bosmaxonasi, Hurmo bog'i, islomiy muzeylar, Makka shahrida Arafat, Mino, Muzdalifa, Nur va Savr tog'lari, undan tashqari Jidda shahrida Qizil dengiz bo'yiga ham ekskursiya mavjud. Telegram kanaliga har kuni ziyoratchilarning videolari tashlab boriladi. Xlos Travel bilan Umra safarimiz osonroq va qulayroq. Qishloqdagi qizlardan bugun obeddan keyingi rubrika bo'lsin. Demak, ketdik. Obeddan keyin deganimiz sababi, obedgacha shaharda bo'ldim, keyin uyga kelib uylarda epakaga keltirib qo'yib, xotirjam dam olay dedim. Birinchi bo'lib so'riga joy qilib qo'ydim. U bu kim kelib qolsa keling degani. Uyimizda 3 ta so'ri bor, lekin eng salqin va eng shabada joyi shu so'ri men uchun. Quyosh ham ertalab 1-2 soat tushadi, bo'ldi. Shu bilan kun bo'yi salqin turadi. Keyin bo'lsa konforkamni tozalab oldim. Ovqatni ko'proq o'choqda qilganimiz uchun konforka ko'p ham ishlatilmaydi, chang bo'ladi xolos. Uni ham tozalab qo'yib, kirga harakatni boshladim. Bugun suv chiqqan edi, tog'oralargacha to'ldirib olgan edim. Endi bularni maza qilib ishlataman. Kirlarni yuvib, chang joylarni artib tozalab, xullas suvdan unumli foydalanib oldim. Shu kraska qilgan joyimni artsam faqat o'zim maza qilaman der edim, lekin ko'pgina kuzatuvchilarimdan ham bu gapni eshitdim. O'zi bu zinani kunora artib tozalayman va har safar tozalaganimda videosini qo'yishga harakat qilaman. Men artib maza qilsam, obunachilarim tomosha qilib maza qilishadi. Shu bilan ancha-muncha ishlarimni bitirib oldim. Qarasam kecham kirib ketibdi, ovqatga ulgurmadim, roltin ichib qo'ydik. Qishloqdagi qizlarga obeddan keyingi vaqti shunaqa o'tdi. Qishloqdagi qizlardan bugun Get Ready With Me videosi bo'lsin. Sharfi o'ziga qo'shib tikilgan shunaqa bejirim ko'ylak olgan edim va bu kiyimga shu sumka va oyoq kiyimni tanladim. Matosi ayni hozirgi havoga mos ekan. Shunaqa sevdim bu ko'ylakni. Internetdan olgan kiyimlarim odatda mos kelmaydi, lekin bular o'zimga qolipday tushdi. Ikkinchi ko'rinishimiz ushbu kofta va yubka. Kofta biroz uzunroq edi, ozgina qirqdim. Uchinchi ko'rinishimiz bo'lsa shu keng ko'ylak. Bunga kulrang sharf tushadi, lekin unaqa sharfim yo'q edi. Shu maloshning sharfni tanladim. Ushbu bejirim ko'ylaklarni menga Unishop hijob tikib berdilar. Profiliga o'tib ko'rsanglar, juda ham ko'p assortimentda kiyimlar bor. Uchala ko'rinishdan menga ko'proq qaysi bir yarashdi, kommentariyaga yozib ketinglar. Ertalabki ishlarimni tezdagina qilib olib, Paxtabodga yo'l oldim. Yaqinda Hadichani tug'ilgan kuni. Qiz bola bo'lsa ham mashina, velosipedlarga juda ham qiziqadi. Shu sabab tug'ilgan kuniga shunaqa narsalardan olib beray deb Paxtabod Qurg'avoyda joylashgan Hamkorbank binosining to'g'risidagi Motolux do'koniga keldim. Shu ushtali velosipedlarga rosa qiziqqan edim. Opalari bilan birga bemalol uchosi ham sig'ar ekan, lekin variantlar juda ko'pligiga qaysi birini tanlashni bilmasdan ushbu do'konni Telegram va Instagram profiliga ulanib olib, o'sha yerdan tanlab uyga dostavka qildirishga qaror qildim. Yetkazib berish xizmati Andijon bo'ylab bepul bo'lib, do'konda skladida ushbu videoda ko'rsatilgan barcha o'yinchoqlar mavjud. Do'konda ustachilik xizmati ham bor ekan. Bolalarning velosiped mashinalaridan tortib, kattalarda skuterigacha buzilgan bo'lsa to'g'rilab berishar ekan. Instagram profili va nomerlarni men shu yerda qoldiraman. Profiliga obuna bo'lib, u yoqdan Telegramiga o'tib olsanglar, o'yinchoqlarni narxlari bilan qo'yib borishadi. Qishloqdagi qizlarga bugun tongi rubrikasi bo'lsin. Kechqurun shamol bo'lib, yomg'ir yoqqaniga hamma yo'l yomon bo'lib ketgan ekan. Astoydil bo'lib yig'ishtirishga kirishdim. Bugun obeddan keyin ko'chada ishlarim bor edi. Ungacha uylarni bir qator tozalab ketsam, uyga qaytganimda hamma yoq pokiza bo'lib tursa, ko'nglim yayraydi. Kecha bitta obunachimdan juda xafa bo'ldim. Ular yozibdiki, sizni faqat uborka va shu qishloq hayotini ko'rsatishingiz uchun kuzataman. Oxirgi payt boshqa mavzuga chetlab ketdingiz, atpiska qildim degan ekanlar. Mendan ketganiga xafa bo'lmadim, shunchaki meni hayotimni yaxshi tarafga o'zgarib, 1-2 so'm topayotganimni qabul qilmaganiga xafa bo'ldim. To'g'ri, ba'zan reklamalarim ko'payib ketib, asosiy qishloq hayotini ko'rsatish mavzuyimdan yiroqlashib qolaman, lekin men vaqtimni ko'proq qismini Instagramga ajratganimdan keyin undan albatta daromadim kelishi kerak. Tasavvur qiling, siz korxonada 5-6 soat ishlaysiz-ku, atrofingizdagilar ishingizni maqtab, olqishlab turadi, lekin korxonadan 1 so'm ham olmaysiz. Menimcha bu ishga hech kim rozi bo'lmaydi. Qimmatli vaqtimizni bironta ishga sarflaganda, albatta undan biz tarafga ham foyda kelishi kerak deb o'ylayman. Reklamaga nisbatan ko'proq qishloq hayotini qo'yishga harakat qilaman. Sizlarni qo'llab-quvvatlab turishinglar menga katta motivatsiya bo'ladi.
qishloqdagi qizlardan bugun tozalash videolari bo'lsin. Unday bo'lsa ketdik, lekin bu safar azochka oxirigacha bo'lmaydi. Musiqa bilan mazza qilib tomosha qilasizlar. Sen meni nozli gülüm, gözümde bakmay otasan yolları boşu tıkalım. Soğaydan umid bilen